Baklash kamera oldiga olib kelgan axir. Bo'lsa o'ziga tortadi. Ana kir. Qo'limda baklashga, lekin bu analiz uchun emas, boshqa narsa uchun buni sal keyinroq aytamiz. Hozir sistema отоплениямыз существующий ishlab turibdi. Bu sistema отоплениyaga teplovoy nasos olib keldik. Hozir faqat do'stim jarayonda. Jarayonda. Qisqacha tushuntiraman. Подача обратga kelyapti, bufer qildirdik 55 litrga. Har bir teplovoy nasos har bir kilovatiga o'ziga yarasha litraj bufer qilish kerak. Ko'pchilik bilmaydi. Kimnidir savol bo'lsa, ichkari aytamiz. Bunga специальный XF deshlamatr qo'ydik, Kalefinikini. Bu именно 2024-yilda Oscar olgan deb desam bo'ladi, premiya olgan razработкасы uchun. Nimasi buni farqli? Buni KVS juda ham katta, proxodimlari katta расходlagan ishlab beradi. Biz bilamiz, teplovoy nasosda расход katta juda ham. Furqat, endi mablag'lashga kelamiz. Sani yordaming kerak, do'stim. Deshlamatr to'g'risida ko'p gapirganmiz. Men chamasi o'ylab ko'rsam, 3 yildan beri o'zimda turgan sistemamda turgan deshlamatr вообще quymagan ekanman, slif qilmagan ekanman. Qancha kir yig'gan ekan 3 yil ichida. 3 yil oldin qilganimda ozgina kir tushdi. Chunki sistema o'zi toza, постоянно qilib turadi. Ishlab turgan sistema. Mana shu deshlamatr shundoq ochib tekshirib olamiz. Mana jonli qilib shundoq realniy anaqa qilaylik, ko'rsatib beraylik. Deshlamatr qancha kir yig'gan. Bu gidrostrelka o'zi, deshlamatr emas, gidrostrelka ichida deshlamatr ham bor, deaerator ham bor, havo chiqarib oladigan. Magniti ham bor. Magnitini olamiz, chunki magnititlar pastga tushadi shunda. Birinchi magnitini olamiz, instruksiyasi bo'yicha. Есть. Следующий ochib turish kerak ekan, значит. Okey, ana ketdi. Okey. Xo'p. Ko'rsataylik. Faqat o'g'in qiziq. Mana anaqasi tegidi kirlari. Buni hozir keyingi anaqalarda ko'rsatamiz. Hozir ushlab turgan. Endi bunichi pauzaga bosib turasan. Menga pauzaga bostirdim. Haligi yangi deshlamatimizdan magnitini oldim. Operator setga qilgan. Magnitiklari bormi yo'qmi shuni tekshirib ko'ramiz. Baklash kamera oldiga olib kelgan axir. Bo'lsa o'ziga tortadi. Ana kir. Mana qaranglar. Tepaga ko'tarib olamiz. Menda zang yo'q desanglar, mana sizlarga oddiy misol mana ko'ryapsizlar. Magnetit nima uchun bizani sistemamizga juda ham katta zarar keltiradi. Har doim bilib qo'yinglar, magnitli deshlamatr qo'yinglar. Nima uchun? Hozir hammada chistotli nasoslar уже modaga tushgan. Chistotli nasoslar magnitli polida ishlaydi. Metall strushka va metall частица yig'ilib qolsa, chistotli qimmat bo'lgan chistotli nasosingizni ishdan chiqaradi. Hozir kirini ko'rdik. Da yana bitta slif qilib ko'ringlar. Mana bu chelakda slif bor. Ko'ryapsizlar, biz sistemamiz ishlayapti. Mana sirkulyatsiya ketyapti, kacholiga. Hozir данный moment Ctrl A ga ishlayapti. Bu degani GVS boilerga ishlayapti. Mana boileri nasosi. Faqat yana boshqadan slif qilyapti. Yaqin olashtiradi. Biz tozaroq tushgan bo'lsa o'chib ko'ramiz. Ana, Tozalandi suv. bo'ldi. Deyarli ikkita bizni tag'dan ko'p suv quyib slivat qo'yardik o'zimizning xotirjamligimiz uchun. Tak что do'stlar, yaxshi deshlamatr qo'yinglar, yaxshi deshlamatr qimmat bo'lgan sistemalarni umrini uzaytiradi va asraydi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.